kelindi mana shunaqa qiynalsa, ha endi kelindi kuni keyin, hech qanaqangi keyin emas, kelindi kuni. Kelindi kuni o'sha ko'z ochib shu erim ekan debdiki, o'shandan baxtli hayoti boshlanishi kerak. Endi ozgina chidasa, alohida uy qilib chiqib olsa, keyin maza qilib yashayveradi. Ayol kishi azob ko'rish uchun bu dunyoga keldi, azizlar. Shariatda qanaqa buyurilgan? Dinimiz qanaqa buyurgan? Rasululloh alayhisolatu vassalom ayollariga qanaqa munosabatda bo'lganlar? Sarvara koinot marhamat qilmadilarmi? Khayrukum li ahlihi deb. Voy erkaklar, voy ummatim, sizlarning eng yaxshingiz ahli ayoliga eng yaxshi bo'lganingizdir dedilar. Ummatda eng yaxshisi bo'laman, siz ahli ayolingizga eng yaxshi bo'ling.